Men o'zim sizlarga Xitoydan narsa zakaz qilishni tekinga o'rgataman. Faqat to'xtanglar, sabr qilinglar. Videoni oxirigacha eshitsanglar, nima haqida aytayotganimni tushunib olasiz. Videoda ko'rib turgan hamma narsalarni men Xitoydan o'zim zakaz qilganman. Xitoyda bitta zo'r programma bor. Tovarlar juda ham arzon. Даже Uzum Market va Instagramdagilar ham o'shdan tovar zakaz qilib, 2 barobar, 3 barobar qo'yib mazza qilib sotishadi. Videoda ko'rib turganinglardek, u yoqda hamma narsa bor. Narsalarni topib zakaz qilsanglar bo'ladi. Sifati ham juda ham zo'r. Agar siz ham Xitoydan shunaqa o'zini narxida tovar zakaz qilib, Instagramda biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, yaqinda Xitoydan tovar zakaz qilish va Instagramda blog yurgazib, biznes boshlash bo'yicha 2 kunlik tekin darslik tashkillashtiryapman. To'g'ri eshitdinglar, hech qanaqa pulinglar kerak emas. Teppa-tekinga o'sha programmadan tovar zakaz qilishni noldan o'rgataman va bu manzillarigacha ham beraman. Yana qaytaraman, dars mutlaqo bepul. Tekin darsligiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada shunchaki plus belgisini qoldiring. O'zim mana shu bir bonamur shaxsiy akkauntimdan sizni direktingizga kanal linkini yuborib qo'yaman. Kommentariy juda ham ko'payib ketib, kommentariyada plus qoldirsangiz ham direktingizga link bormasa, storiesimga o'tib, unga plus qoldiring. Link srazu sizga yetib boradi.